Assalomu alaykum. Mening ismim Ma'murjon. Toshkent davlat texnika universiteti qoshidagi Japan Career and Educational Center markazida yapon tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Minna Nihongo darsligining birinchi darsini boshlaymiz. Darslarimiz quyidagi tartibda bo'ladi. Avval yangi so'zlar bilan tanishib chiqamiz va yangi so'zlar bilan tanishgandan so'ng o'sha darsga tegishli grammatikalar bilan ishlaymiz. Har bir yangi grammatika uchun o'zining mashqlari bor. O'sha mashqlar kitob bo'yicha o'sha mashqlar bilan birga ishlab boramiz. Bo'lmasa birinchi darsni yangi so'zlar bilan tanishib chiqamiz. So'zlarni har bir yangi so'zni tanishtirganda 2 marta talaffuz qilaman. Sizlar ham menga qo'shilib to'g'ri talaffuz qilishga harakat qiling. Bo'lmasa boshladik. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Xayrli tong. Keyingi so'zimiz konnichiwa. Konnichiwa. Xayrli kun. Bu so'zni oxiriga e'tibor beramiz. Konnichiwa va deb talaffuz qilinadi-yu, lekin ha deb yoziladi. Va deb talaffuz qilinadi, lekin ha deb yoziladi. Konnichiwa. Keyingi so'zimiz konbanwa. Konbanwa. Xayrli tun. Bu so'zda ham ha deb yoziladi, lekin va deb o'qiladi. Konbanwa. Konbanha emas, konbanwa. Umumiy ko'radigan bo'lsak, salomlashish o'zi aysatsi deyiladi. Ertalab ohayo gozaimasu. Tush mahali konnichiwa. Kechqurun konbanwa. So'zlarni ishlatamiz. Keyingi so'zga o'tamiz. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Xayrli tun. Yaxshi yotib turing degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi so'zimiz sayonara. Sayonara. Xayr, yaxshi qoling. Ya'ni keyingi so'zimiz arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Rahmat. Ya'ni minnatdorchilik bildirganda ishlatiladigan so'z. Keyingi so'zimiz sumimasen. Sumimasen. Uzr degan ma'noni anglatadi. Sumimasen so'zi og'zakida mi harfi i bilan talaffuz qilinib, sumimasen deb ham aytiladi. Sumimasen. Sumimasen. Keyingi so'zimiz yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Bu so'zning ma'nosi ko'p, lekin birinchi darsdagi ma'nosi o'zini tanishtirganda gap oxirida tanishganimdan xursandman deganda ishlatilinadi. Tanishganimdan xursandman degan ma'noni anglatadi. Yoroshiku onegai shimasu. Keyingi so'zimiz jiko shoukai. Jiko shoukai bu o'zini tanishtirish degani. Yaponlarda o'zini tanishtirganda qanday tanishtiradi? Avvalo o'zini ismini avvalo salomlashadi. Misol uchun tush mahali bo'ladigan bo'lsa, birinchi konnichiwa deb aytishadi. Ya'ni xayrli kun. Undan keyin hajimemashite. Ya'ni ruxsat eting, o'zimni tanishtiray. Hajimemashite. Undan keyin ismini aytishadi. Watashi wa nani desu. Nani deganimizga bu o'sha joyga bo'sh degani, o'sha joyga biror bir so'z yoki ibora ishlatiladi degani. Watashi wa nani desu. Watashi so'zi men degani va
chiziqcha des bu grammatik ma'noni anglatadi. Buni keyingi daqiqalarda ko'rib o'tamiz. Bugungi darsda Tashiva bilan bu chiziqchasiga o'zini ismini qo'yiladi. Masalan, mening ismim Ma'murjon deydigan bo'lsam, Tashiva Ma'murjon des deb o'zini ismini aytishadi. Va oxirida boya aytib o'tganimizdek, mana bu rasmda ham ko'rinib turibdi. Yoroshiku onegai shimasu so'zini ishlatamiz. Yoroshiku onegai shimasu degani bu yerda tanishganimdan xursandman degan ma'noni anglatadi. Dozo so'zi marhamat degan ma'nolarni anglatadi, lekin bu yerda dozo yoroshiku onegai shimasu bitta ibora hisoblanib, tanishganimdan xursandman degan ma'nolarni, umumiy ma'noni anglatadi. Birga talaffuz qilamiz. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Ma'murjon desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yana bir marta. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Ma'murjon desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Men Ma'murjon so'zini ishlatyapman, siz o'zingizni ismingizni ishlatib, o'zingizni tanishtirasiz. Keyingi so'zlarga o'tamiz. Demak, bu yerda namay degani ism degani. Hop, keyingi so'zlarimiz. Bu bayroq qaysi davlatning bayrog'i? Yaponiyaning bayrog'i. Demak, Yaponiya yapon tilida nima deyiladi? Nihon. Nihon Yaponiya degani. Yaponiyalik deydigan bo'lsak, nima deymiz? Nihonjin. Nihonjin. Ya'ni jin degan qo'shimchani davlat nomiga qo'shish orqali o'sha millatga mansub ekanligi, o'sha millat fuqarosi ekanligini anglatadi. Nihon Yaponiya, Nihonjin yaponiyalik. Chugoku. Chugoku Xitoy. Endi xitoylik deydigan bo'lsak, jin degan qo'shimchani qo'shish orqali Chugokujin. Chugokujin. Keyingi so'zimiz. Bu qaysi davlatning bayrog'i? O'zbekiston. O'zbekistonni qanday talaffuz qilamiz? Uzbekistan. Uzbekistan. E'tibor beramiz. To emas, tan. To emas, ta so'zini ishlatamiz. O'zbekiston emas, O'zbekiston. Boshqa davlatlarni ham oladigan bo'lsak, o'sha ton bilan tuguvchi ston degan qo'shimcha, ya'ni o'sha davlat degan, o'sha davlat joylashgan joy degan ma'nolarni anglatadigan qo'shimcha. Masalan, boshqa Tojikiston yoki Qirg'iziston, Qozog'iston kabi Markaziy Osiyo davlatlarini oladigan bo'lsak, ularda ham ton emas, tan. Masalan, Qozog'iston Kazaqiston, Qirg'iziston Kirgiziston, Tojikiston Tajikiston deb tan deb talaffuz qilishadi. Chunki yapon tilida o harfi o'rniga o harfi ishlatilinadi. O harfi, qisqa o harfi bu a harfiga yaqin bo'lgani uchun to'dan ham ko'ra ta talaffuziga ko'proq yaqin deb hisoblanib, o'sha tan deb talaffuz qilinadi. O'zbekiston. O'zbekiston. Hop, endi o'zbek deydigan bo'lsak, O'zbekiston jin deb emas, balki O'zbekujin. O'zbekujin deb talaffuz qilamiz. Odatda boshqa Markaziy Osiyo davlatlarini ham to'liq davlat nomiga emas, bu jin qo'shimchasi, balki o'sha ston qo'shimchasini olib tashlab, undan oldingi qismiga jin qo'shimchasini qo'shish orqali o'sha davlat fuqarosi, o'sha davlat millatiga mansub ekanligini ifodalaymiz. Masalan, Qozog'istonlik deydigan bo'lsak, qozoq deydigan bo'lsak, Qazafujin. Qozog'iston jin emas, Qazafujin. Qirg'izistonlik deydigan bo'lsak, Kirgiziston jin emas, Kirgizijin. Kirgizijin. Tojikistonlik deydigan bo'lsak, Tojikiston jin emas, Tajikujin deb aytiladi. Hop, keyingi so'zimiz. Demak, Rossiya. 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 Rossiyalik deydigan bo'lsak, Rossiyajin.
Roshiyajin. Bu davlatimiz qaysi davlat? Vyetnam davlati. Betonami. Betonami. Vyetnamlik deydigan bo'lsak, Betnamujin. Betnamujin. Keyingi davlatimiz Nepal. Nepal. Taraffuzdan ham bilsak bo'ladi. Bu davlat Nepal davlati. Nepallik deydigan bo'lsak, Nepalujin. Nepalujin. Keyingi davlatimiz Bangladesh. Bangladesh. Bu Bangladesh davlati. Bangladeshlik deydigan bo'lsak, Bangladesh uchun. Bangladesh uchun deb aytamiz. Keyingi davlatimiz Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lankalik Sri Lankajin. Sri Lankajin. Keyingi so'zimiz sensei. Sensei. Ustoz, domla, o'qituvchi degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi so'zimiz gakusei. Gakusei. O'quvchi, talaba degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi so'zimiz Ginkoin. Ginkoin. Bank xodimi. Keyingi so'zimiz Kayshain. Kayshain. Kompaniya xodimi. Keyingi so'zimiz Isha. Isha. Doktor, vrach. Keyingi so'zimiz Kenkyusha. Kenkyusha. Cho'zishlarga e'tibor beramiz. Kenkyusha. Tadqiqotchi, ilmiy izlanuvchi degan ma'nolarni anglatadi. Bo'lmasa, grammatika qismiga o'tamiz. Va des degan grammatika. Bu qanday grammatika? Grammatikaga kirishdan oldin qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam. Hop. Bu men, ismim Ma'murjon. Yapon tilida Mamurujon. Mamurujon deb talaffuz qilinadi. Hop. Men qayerlikman? O'zbekistonlikman. O'zbekistonlik degani nima dedik? Ya'ni davlat nomiga jin qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Lekin ston bilan tugaydigan davlatlarda ston qismini olib tashlab, o'shana qolgan qismiga jin qo'shadi dedik. Demak, O'zbekujin. O'zbekujin, O'zbekistonlik degani. Va mening kasbim o'qituvchi. O'qituvchi so'zi sensei. Sensei. Endi xuddi shu o'zimni tanishtirishni boyagi va des grammatikasi orqali tanishtirib o'taman. Demak, va des grammatikamiz. Va nimani anglatadi? Bu avvalo nima uchun ha deb yozilib, va deb o'qiladi? Va o'sha haqida gaplashadigan bo'lsak. Va bu bosh mavzuni anglatadi. Ya'ni mavzuni anglatadi. Mavzu degani nima degani? Ya'ni mavzu degani undan oldin kelgan otni mavzuga aylantirib beradi degani. Avvalo, men degani vatashi degani. Bu men, ya'ni vatashi. Endi vatashi, ya'ni vatashi men degani bu o'sha men so'zidan keyin va qo'shimchasini ishlatish orqali o'sha vatashini bosh mavzuga aylantirib olamiz. Vatashiva deymizda men deb o'sha men bosh mavzuga aylanib, o'sha bosh mavzu haqida undan keyin yangi ma'lumotlar beriladi asosan. Misol uchun men Ma'murjonman deydigan bo'lsam, vatashiva Ma'murjon des. Hop, xuddi shunday. Davom etamiz. Men o'zbekman. Ya'ni men deymanda endi uni kimligi haqida.
qaysi millatdan ekanligini haqida tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yana mavzu qilib olyapman men deb va o'sha men haqida yangi ma'lumotlar beryapman. Men o'zbekman. Tashiva o'zbek uchindes. Va meni kasbim haqida ham gapirib o'tsam, tashiva sensei des. Ya'ni men domlaman degan ma'noni anglatadi. Hop, bu va qachon ha so'zi va deb o'qiladi. Ha so'zi grammatik ma'noni anglatib kelganda va deb o'qiladi. So'z tarkibida kelganda ha deb o'qiladi. Chunki grammatik ma'no deganimiz bu mavzu degan grammatik ma'noni anglatib kelayotganligi sababli hozir va so'zi ha deb yoziladi, lekin va deb o'qiladi. Watashiwa sensei des. Men domlaman degan ma'noni anglatyapti. Des nima? Des bu ot kesimli gaplarda o'sha, ya'ni ot bilan tuguvchi gaplarni oxiri tasdiq bilan ifodalash uchun des qo'shimchasini ishlatamiz. Misol uchun ot kesimli gaplar qanday gaplar? Ot kesimli gaplar bu ot bilan tugaydigan gaplar. Xuddi shu misolda qaytadan ko'radigan bo'lsak, Watashiwa ma'murjon des. Men ma'murjonman. Watashiwa o'zbek uchun des. Men o'zbekman. Watashiwa sensei des. Men domlaman. Hammasi ma'murjon ham, o'zbek ham, domla ham. Men ma'murjonman. Men o'zbekman. Men domlaman deb ot bilan tugayapti. Ya'ni ot bilan tugagan gaplar bu ot kesimli gaplar hisoblanadi. Yapon tilida ot kesimli gaplarni des qo'shimchasi orqali ifodalaymiz. Nani va nani des. Va bilan mavzuni ifodalaymiz, des bilan ya'ni ot kesimli gapligini ifodalaymiz. O'zbek tilida desga to'g'ri keladigan qanday qo'shimcha bor deydigan bo'lsak, o'zbek tilida to'g'ridan to'g'ri ifodalanmaydi-yu, lekin dir degan qo'shimchasiga to'g'ri keladi deb hisoblasak ham bo'ladi. Masalan, men domladirman, men o'zbekdirman degan o'sha dir qo'shimchasi shu desga to'g'ri keladi deb hisoblasak ham bo'ladi. Lekin des bu o'sha tasdiq ma'noni ifodalaydi, ya'ni ot kesimli gaplarda o'sha tasdiqlar uchun ishlatilinadi. Va des shu bilan birgalikda hurmatni ham ifodalaydi. Hurmatni ifodalab, tasdiqni ifodalaydigan qo'shimcha hisoblanadi. Tashiwa ma'murjon des. Tashiwa o'zbek uchun des. Tashiwa sensei des. Ya'ni men ma'murjonman, men o'zbekman, men domlaman deb o'sha ot kesimli gaplarni ifodalash uchun nani va nani des degan grammatikadan foydalanamiz. Vadan oldin albatta nima keladi? Ot keladi. Va o'sha otni va mavzuga aylantirib beradi. Mavzuga aylantirib beradi degani, ya'ni gap o'sha haqida ketadi degani. Ya'ni gap men haqimda ketyapti. Tushunarli? Meni kimligim, meni qaysi millatga mansubligim, meni kasbim nimaligi, ya'ni hammasi o'sha men haqimda ketyapti. Ya'ni va oldingi otni, ya'ni bitta xodim men misolda kelyapti. Men haqimda meni mavzuga qo'yib olib, o'sha haqida yangi ma'lumotlar beryapti. Demak, va bu mavzuni ifodalaydi. Va'ni o'zbek tilida muqobil varianti yo'q. Lekin va nima deydigan bo'lsak, bu kelishik qo'shimchalardan bosh kelishikni ifodalovchi qo'shimcha hisoblanadi. O'zbek tilida kelishik qo'shimchalarini oladigan bo'lsak, bosh kelishik, qara chiqish kelishik, tushum kelishik kabi bir necha kelishiklar bor, lekin bosh kelishikni ifodalovchi kelishik qo'shimchasi yo'q bo'lganligi uchun va qanday funksiyaga egaligi haqida, ya'ni bosh kelishik qanday funksiyaga egaligi haqida ko'pchilik o'zbeklarda umumiy tushuncha yo'q. Sababi o'sha bosh kelishikni ifodalovchi qo'shimcha yo'qligi sababli. Bosh kelishik, ya'ni bosh kelishik qo'shimcha yo'q. Qaraqish kelishigi bizda ning qo'shimchasi, tushum kelishigi n qo'shimchasi qilib boshqa qo'shimchalar, kelishik qo'shimchalari bor-u, lekin bosh kelishik yo'q bo'lgani uchun ko'pchilik buni qanday funksiya ekanligini tushunmaydi. Bosh kelishik bu gapning o'sha bosh ma'noga, undan oldingi otni bosh ma'noga aylantirib berishini anglatadi. O'zi umuman kelishik qo'shimchalari otga qo'shiladi. Bu yerda bu degani va ham, ya'ni undan vadan oldinga keladigan so'z bu ot bo'lishi kerak. Va tashi so'zi ham yapon tilida ot so'ziga kiradi.
O'shaning uchun e, va qo'shimchasi orqali ifodalanyapti. Ho'p. Keyingi grammatikaga o'tadigan bo'lsak, o'sha grammatika bilan ishlaymiz. Endi bu yog'iga ho'p, Watashi wa Ma'murjon deysiz. Watashi ya'ni men degani va bu bosh kelishlikni ifodalovchi qo'shimcha. Ha so'zi demak o'zi ha deb alfabetda ha deb yoziladi, lekin grammatik ma'no ya'ni bosh kelishlikni ifodalab kelganda bu va deb o'qiladi. Watashi va ya'ni va buni vatni oldingi kelgan otni bosh mavzuga aylantirib beryapti. Ma'murjon des orqali o'sha ot kesimli gap ya'ni ot bilan tugaydigan otni tasdiqlash ma'nosini bildirib keladi. Des men Ma'murjondirman degandagi dirga to'g'ri keladi. Lekin bizda dir qo'shimchasini o'rdan to'g'ri gapda odatda ishlatishmaydi. Keyingisi Watashi wa ya'ni o'zbekman deydigan bo'lsak, Watashi wa o'zbek uchun des. Men o'zbekman, ya'ni meni gap men haqimda ketyapti mavzu. Ya'ni o'zbekligim haqida va Watashi wa ya'ni men o'zimni domlaman degan bo'lsam, o'qituvchiman degan bo'lsam, Watashi wa sensei des deb o'sha ot bilan ot kesimli gap. Bu uchta gap ham ot kesimli gapligi sababli des bilan gapni tugatyapmiz. Hop, demak, birinchisiga Watashi wa bu yerga hammasi ot kesimli gap bo'lgani uchun otlarni qo'yamiz. Birinchisiga namaye degani ismni bildiradi. Watashi wa Ma'murjon des. Jinni oldin jin bu o'sha millatni qaysi davlatga mansub ekanligini ifodalovchi qo'shimcha bo'lgani uchun uni oldidan davlat nomi keladi. O'sha kuni degani davlatni bildiradi. Kuni namaye ismni bildiradi. Watashi wa u kasbi sensei ya'ni domlami, gaksei yoki talabami, kayshayin yoki bank xodimligi haqida bu yerda aytishga kerak bo'ladi. Watashi wa meni holatimda o'qituvchi Watashi wa sensei des deb gap tuzaman. Demak, boshqa misollar bilan ishlab ko'ramiz. Demak, bu misolimizda bu bolaning ismi Jakku, ya'ni o'zbekchada Jack deymiz. Jakku bu qayerlik? Igirisi bu Angliya degani. Igirisi kim ekan? Talaba. Demak, avval Jack angliyalik, Jack talaba degan gap tuzishga harakat qilamiz. Demak, Jack-san wa nani des. Demak, Jack angliyalik, Jack talaba. Ya'ni angliyalik ham, talaba ham ot bo'lgani uchun, ya'ni ot kesimli gap bo'ladi bu. Ot kesimli gapni biz qaysi qo'shimcha bilan yakunlaymiz? Des qo'shimchasi bilan ifodalaymiz. Nani des ot kesimli gap bo'lgani uchun. Demak, Jack-san wa ya'ni Jack haqida gap ketyapti. Ya'ni Jackning avvalo qayerlikligi haqida va bilan mavzuga aylantirib olyapmiz uni Jackni. Va mana bu san qo'shimchasi qo'shilyapti. San nima? San bu suhbatdoshining yoki uchinchi shaxs dagi odamni hurmat bilan chaqirish uchun ishlatiladigan qo'shimcha. Ya'ni ismga qo'shilib hurmatni ifodalaydi. San bu hurmatni ifodalovchi qo'shimcha hisoblanadi. Asosan suhbatdosh va uchinchi shaxs dagi odamlarning ismiga qo'shib ishlatiladi. O'zi uchun ishlatilmaydi. E'tibor beramiz, o'zini ismiga san qo'shimchasi qo'shilmaydi. Birovning ismi haqida gapirganda esa bizda masalan Anvar kecha maktabga bordi deb Anvarga masalan u o'zingizni do'stingiz yoki o'zingizdan kichkina bo'ladigan bo'lsa san qo'shimchasi hech qanday qo'shimcha qo'shilmasa ifodalaysiz. Lekin ular Anvar san va deb albatta san qo'shimchasini qo'shishadi yoki o'sha sanga teng bo'ladigan masalan o'zidagi kichkinalarni ifodalovchi chan yoki kun degan qo'shimchalar bor, o'shalar orqali ifodalanadi. Lekin sanni asosan qanday o'zbek tilida muqobili bor, o'zbek tiliga o'xshash variantlari bormi deydigan bo'lsak, masalan o'zingizdan katta odamlarni masalan aka, masalan sizni tanishingiz Anvar ismli odam bo'ladigan bo'lsa, Anvar aka deb chaqirgan odam bo'lsa, o'sha akaga to'g'ri keladigani bu yapon tilida sanni bildiradi. Jack-san degani Jack aka degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'sha san qo'shimchasi bizda aka
so'zi, ya'ni aka so'zi bir qarindoshlik termini hisoblanadi, lekin o'sha o'zingizni haqiqiy akangiz bo'lmasa ham sizga mutlaqo begona odamni aka so'zi orqali hurmat ifodalagan kabi, yaponlarda ham san qo'shimchasi orqali, san qo'shimchasini ismga qo'shish orqali o'sha kishiga bo'lgan o'zini hurmatini ifodalaydi. Endi san qaysi nimaga qo'shiladi degan bo'lsak, yaponlarda asosan san ismiga emas, familiyaga qo'shiladi. Masalan, Sato Suzuki degan ismli bo'ladigan bo'lsa, Sato uni familiyasi, Suzuki uni ismi bo'ladigan bo'lsa, o'sha familiyasiga san qo'shish orqali o'sha hurmat ma'noni ifodalaydi. Odatda yaponlarda o'sha biror kishini chaqirganda ismi bilan emas, familiyasi bilan, o'sha familiyasiga san qo'shimchasini qo'shish orqali chaqirish odatiga kirgan. Ismi bilan ismiga ham san qo'shish mumkin, lekin bu juda ham yaqin bo'lgan, bir-biriga yaqin bo'lgan do'stlar orasidagina ishlatilishi mumkin, lekin odatda familiyasiga san qo'shish orqali, o'sha sanni familiyaga qo'shish orqali ishlatiladi. Xo'p, demak san haqida gapirib o'tdik, va bilan des haqida ham tushunchaga ega bo'ldik. Demak, Jack hozir boyagi gapni misolga qaytamiz. Jack, bu Jack yaponchasiga, Jack o'zbekchasiga deydigan bo'lsak, Jack angliyalik deydigan bo'lsak, Jackson va igirisi jin des. Ya'ni igirisiga jin qo'shimchasini qo'shib orqali o'sha millatga mansubligini ifodalaymiz va des bilan bu ot kesim ekanligini ifodalaymiz. Jackson va igirisi jin des. Ya'ni Jack angliyalik. Keyingi gapimizni kirgan bo'lsak, Jackson va gaksey des. Ya'ni Jack talaba. Jack talaba. Jackson va Jackson deb avvalo hurmatni bildiryapmiz Jackni uchun san qo'shimchasini qo'shish orqali va qo'shimchasi orqali Jackni biz bosh mavzuga aylantirib olyapmiz. Ya'ni Jack haqida hozir sizlarga tanishtirib o'taman, Jack haqida gapirib beraman degan ma'noni anglatadi mana bu va degan. Ya'ni Jack haqida gapirib beradigan bo'lsam, u talaba degan tushuncha bor deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Jack talaba, Jackson va gaksey des. Hop, xuddi shunday qilib misollar bilan ishlaymiz. Demak, birinchi misolimiz nima deb o'qiladi? Suho deb o'qiladi. Suho ismli qayerlik bu kishi? Kankoku Koreya. Bu kim? Kasbi Kayshain, kompaniya xodimi. Demak, birinchi gapimiz Suho koreyalik deydigan bo'lsak, Suho-san va Kankoku jin des. Suho-san va Kankoku jin des. Endi Suho kompaniya xodimi degan bo'lsak, Suho-san va Kayshain des. Suho-san va Kayshain des. Ya'ni Suhoga avval boshqa kishining ismini aytganda biz san qo'shimchasini albatta qo'shamiz va uni bosh mavzuga aylantirish uchun va qo'shimchasini ishlatamiz. Suho-san va deb koreyalik Kankoku jin des ishlatamiz. Sababi koreyalik degani bu ot kesimli gap bo'lgani uchun des bilan o'sha ot kesimli gapni ifodalaymiz. Ya'ni koreyalikdir degan dirga to'g'ri keladi des. Keyingi gapimiz tezda o'tib ketamiz. Chugoku Xitoy, Isha doktor degani, bu kishining ismi Van. Demak, Van xitoylik desak, Van-san va Chugoku jin des. Van doktor desak, Van-san va Isha des. Keyingi gapimiz, demak, bu kishining ismi kim ekan? Mira, Miller. Janob Miller, Mira. Kim ekan? Kim bo'lib ishlar ekan? Kayshain. Demak, Miller bu qayerlik ekan? Amerikalik ekan. Demak, Miller amerikalik degan gap chizamiz. Mira-san va Amerika jin des. Va Miller kompaniya xodimi degan bo'lsak, Mira-san va Kayshain des. Hop, mashqlar bilan ishlaymiz. Bu darsligimiz bo'yicha Renshu B ismining birinchi mashqi. Hop, misolda keltirilgan, avvalo misol deganimiz rey degani bu o'sha birinchi misolini qanday qilish, qanday bu gap bilan gaplarni tuzishni ko'rsatib beriladi. Demak, birinchisida Miller, Mira, Amerika, ya'ni amerikalik va
kim bo'lib ishlaydi? Kayshayn kompaniya xodimi bo'lib ishlaydi ekan. Demak, gap tuzamiz. Misolda Mirasan va Amerika Jindes. Demak, bu mashqimizda o'sha misolda keltirilgan kishilar qaysi millatga mansub ekanligi haqida gap tuzish bo'yicha mashq. Demak, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi Yamada boshlaymiz. Avvalo o'zingiz tuzishga harakat qilib ko'ring. Videoni to'xtatib qo'yib va men har bir variantni, to'g'ri variantini keltirib o'taman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi mashqimiz Yamada-san va Nihonjin desu. Yamada yaponiyalik. Ikkinchisi demak Wat ingliz demak Angliya. Wat angliyalik deb aytadigan bo'lsak, Watto-san va inglizjin desu. Uchinchi mashqimiz demak Tavapon. Tavapon ismli kishi qayerlik ekan? Tay bu Tailand. Demak, Tavapon taylandlik degan gap tuzishimiz kerak. Tavapon-san va Taijin desu. To'rtinchi mashqimiz Shumitto, ya'ni Smith. Shumitto ismli qayerlik? Deutsche, ya'ni Germaniya. Germaniyalik. Gap tuzamiz. Shumitto-san va Deutsche Jin desu. Demak, yana bir marta. Yamada-san va Nihonjin desu. Watto-san va inglizjin desu. Tavapon-san va Taijin desu. Shumitto-san va Deutschjin desu. Hop, keyingi mashqimga o'tamiz. Keyingi mashqimiz bu endi xuddi o'sha yana rasm bilan ishlaymiz. Endi qaysi millatga mansub ekanligi, qaysi davlat fuqaroligi ekanligi emas, balki kim bo'lib ishlashi haqida gap tuzish bo'ladi. Misolda ko'radigan bo'lsak, birinchi rasmimiz bu misolda keltirilgan. Ray, ya'ni misol degani. Miller, ya'ni Kayshayn deyapti. Demak, biz gap tuzamiz. Janob Miller kompaniya xodimi. Mirasan va Kayshayn desu. Bo'lmasa, avval o'zingiz videoni to'xtatib qo'yib, gaplarni tuzishga harakat qilib ko'ring. Mesela birinchi mashqdan to'rtinchi mashqgacha birgalikda yechamiz. Yamada bank xodimi. Yamada-san va ginkoin desu. Ikkinchi mashqimiz Wat domla. Watto-san va sensei desu. Uchinchi mashqimiz Tavapon talaba. Tavapon-san va gakusei desu. To'rtinchi mashqimiz Smith kompaniya xodimi. Shumitto-san va Kayshayn desu. Qaytadan takrorlaymiz. Yamada-san va ginkoin desu. Watto-san va sensei desu. Tavapon-san va gakusei desu. Shumitto-san va Kayshayn desu. Iloji boricha birgalikda takrorlashga harakat qilinglar. Chunki yapon tilida talaffuz ham juda ham muhim hisoblanadi. Bundan keyingi darslarimizda ham har bir mashqlarda men yapon tilida gapni aytganimda birgalikda talaffuz qilishga harakat qilinglar. Yana bir marta takrorlaymiz. Men bilan birgalikda takrorlashga harakat qilinglar. Yamada-san va ginkoin desu. Ikkinchisi Watto-san va sensei desu. Uchinchisi Tavapon-san va gakusei desu. To'rtinchisi Shumitto-san va Kayshayn desu. Keyingi grammatikaga o'tamiz. Keyingi grammatika nani va nani ja arimasen. Nani degan so'zni ishlatyapman. Mana bu to'lqinli to'lqinsimon chiziq uchun bu nani degani o'sha to'lqinsimon chiziqning o'rniga biror bir ot yoki boshqa bir so'z turkumlari kelishi mumkin deganini bildiradi. Nani va nani ja arimasen. Hop, bo'lmasa boshladik. Aya. Bu qizning ismi Aya. Aya qayerlik ekan? Aya Nihon, ya'ni yaponiyalik ekan. Chugoku bu Xitoy, ya'ni xitoylik emas degan bu X belgisi turibdi. Bu X belgisi yapon tilida o'sha narsa emas, ya'ni inkor ma'noni anglatadi.
Demak, xuddi shu rasmga asoslanib gap tuzishga harakat qilamiz. Aya-san wa chugokujin ja arimasen. Aya-san wa chugokujin ja arimasen. Nihonjin desu. E'tibor beramiz. Bittadan. Demak, aya deb gap boshlayapmiz va san qo'shimchalari orqali unga hurmat ma'noni qo'shyapmiz. Ya'ni janob aya va bilan o'sha gap bosh mavzuga aylantirib olyapmiz. Bosh kelishda ifodalayapmiz. Ya'ni gap aya haqida ketadi deganini bildiradi. Va aya-san va chugokujin ni inkorni bildiryapti x orqali. Chugokujin jarimasen, ya'ni xitoylik emas. Chugokujin jarimasen, xitoylik emas. Qayerlik? Nihonjin desu, yaponiyalik. Nihonjin desu. Demak, ja arimasen degani bu desning inkor shakli hisoblanadi. Desning inkor shakli, ya'ni emas, o'zbek tilida emas deb ko'p tarjima qilinadi. Va ja arimasen. Ja arimasen bu ja degan qismini o'rniga deva degan qo'shimcha bilan ham ifodalanadi. Ja arimasen. Qachon ja arimasen, qachon deva arimasen ishlatilinadi degan bo'lsak, ja arimasen asosan bu og'zaki nutqda ishlatilinadi. Deva arimasen esa o'sha jani o'rniga deva deb ishlatilgan bo'lsak, bu asosan yozma uslubda deva qo'shimchasi ja qo'shimchasini o'rniga ishlatilinadi. Demak, mashqlar ishlaymiz. Demak, bu Van ismli domla, ya'ni uning kasbi domlalik va isha, ya'ni doktor emas deb bu yerda inkor bilan ifodalayapti. Demak, biz gap tuzishimizga to'g'ri keladi. Van doktor emas, domla degan gap tuzishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Van san va bilan biz bosh mavzuga aylantirib olyapmiz vanni va san orqali vanga hurmat ma'nosini qo'shyapmiz. Van demak doktor emas. San va isha ja arimasen. Van san va isha ja arimasen. Kim u? Domla, ya'ni sensei desu. Sensei desu. Birga takrorlaymiz. Van san va isha ja arimasen. Sensei desu. Yana bir marta. Van san va isha ja arimasen. Sensei desu. Ja arimasen degani desni inkor shakli, ya'ni emas degan ma'noni anglatadi. Mashqlar ishlaymiz. Demak, Suxo haqida gap ketyapti. U taylandlik emas, koreyalik va uning kasb haqida u talaba emas, balki kompaniya xodimi degan gap tuzishga harakat qilamiz. Biz boshladik. Suxo-san va Taijin ja arimasen. Suxo taylandlik emas. Qaysi davlatda fuqarosi? Ya'ni Koreya davlatining fuqarosi degan bo'lsak, Suxo-san va Taijin ja arimasen. Kankokujin desu, ya'ni Koreya davlatining fuqarosi deb. Endi Suxo talaba emas, kompaniya xodimi deydigan bo'lsak, Suxo-san va gaksei ja arimasen. Kim? Kompaniya xodimi, ya'ni Suxo-san va kaishain desu deb aytamiz. Demak, naynani va ja arimasen degani o'sha vadan oldingi kelgan otni inkorga aylantirib beradi. Ja arimasendan keyin taylandlik emas, talaba emas deb inkorga aylantirib beradi. Hop, mashqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, Jak fransiyalik emas. Jak-san va fransujin ja arimasen. Birga takrorlaymiz. Jak-san va fransujin ja arimasen. Jak bank xodimi emas. Jak-san va ginkoin ja arimasen. Birga takrorlaymiz. Jak-san va ginkoin ja arimasen. Keyingi gapimiz Van amerikalik emas.
ワンさんはアメリカ人じゃありません。ワンさんはアメリカ人じゃありません。ワン、カンパニアxodim emas。ワンさんは会社員じゃありません。ワンさんは会社員じゃありません。bo'lmasa shu grammatika qismiga oid kitobdan shu B qismining 3-mashqini birga ishlab chiqamiz. Avvalo misol ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Ray, ya'ni Miller haqida gap ketyapti. U Kayshayn deb qo'ygan, Amerika deb qo'ygan. Demak, bu yerda misolda keltirilyapti. Mirasan Ginkoin deb, ya'ni Miller demak, birinchi o'rtaga tochka bilan o'sha kasbni ifodalayapti, tochkadan oldin ismni ifodalayapti. Va uni qanday yechish kerak? Mirasan va Ginkoincha arimasen, ya'ni Miller bank xodimi emas deb ana shu gapni inkorga aylantirib berishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa birinchi gapdan birinchi mashqdan to 4-mashqgacha avval o'zinglar videoni to'xtatib qo'yib ishlashga harakat qilinglar. Bo'lmasa birgalikda yechishni boshlaymiz. Birinchi gapimiz Yamada talaba emas. Gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Yamada-san wa gakusei ja arimasen. Yamada-san wa gakusei ja arimasen. Ikkinchi gapimiz Vatto-san doitsujin, ya'ni Vat germaniyalik. Demak, gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Vat germaniyalik emas. Vatto-san wa doitsujin ja arimasen. Vatto-san wa doitsujin ja arimasen. Keyingi mashqimiz 3-mashq Tawapon-san sensei, ya'ni Tawapon domla degan gapni Tawapon domla emas deb biz gapga aylantirishimiz kerak. Tawapon-san wa sensei ja arimasen. Tawapon-san wa sensei ja arimasen. 4-mashqimiz Shumitto-san Amerikajin, ya'ni Smith amerikalik. Buni Smith amerikalik emas degan gapga aylantirishimiz kerak. Shumitto-san wa amerikajin ja arimasen. Shumitto-san wa amerikajin ja arimasen. Keyingi mashqimizga o'tamiz. Ya'ni keyingi grammatika. Va nani va nani desu ka? Nani va nani desu ka? Endi biz o'tdik va degani bu mavzuni ifodalar ekan, ya'ni bosh kelishga ifodalaydi. Ya'ni undan oldingi otni mavzu qilib beradi. Va des degani bu tasdiq, ya'ni otga kesimli gapda o'sha tasdiq ma'nosini ifodalaydigan qo'shimcha deb tushuntirdik. Va bu yerda yangi qo'shimcha qo'shilyapti, ka qo'shimchasi. Bu ka nimani ifodalaydi? Hop. Demak, John ismli kishi Johnson va amerikajin. Savol chiqib kelyapti. Johnson va amerikajin desu ka? Johnson va amerikajin desu ka? Demak, savol beryapti. John amerikalikmi? Johnson va amerikajin desu ka? John amerikalikmi? Ka qo'shimchasi bu gapni so'roq gapga aylantirishda ishlatiladigan qo'shimcha hisoblanadi. Agar ka qismi bo'lmasa, ka qo'shimchasi bo'lmasa, Johnson va amerikajin des, John amerikalik deb tarjima qilinadi va uni gapning oxiriga ka qo'shimchasi qo'shish orqali o'sha gapni savolga aylantirib beradi. Ya'ni John amerikalikmi? Ya'ni bizda o'zbek tilida m qo'shimchasi to'g'ri keladi. John amerikalikmi degan ma'noni anglatadi. Agar endi bu savolga javobi qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, ha deb javob beradigan bo'lsak, ha ni ifodalovchi hay degan so'zdan foydalanib, hay amerikajin des. Ha amerikalik deb javob beramiz. Ha amerikalik. Va agar inkor ma'noda javob beradigan bo'lsak,
qaysi so'zni ishlatamiz? Iye so'zini ishlatamiz. Iye degani bu yo'q degani. Yo'q, amerikalik emas deydigan bo'lsak, biz emas ni ifodalashga qaysi grammatikadan foydalandik? Ja arimasen degan grammatikadan foydalandik. Xuddi shunday, iye amerikajin ja arimasen yoki nihonjin ja arimasen. Bu yerda hozir nihonjin degani yaponiyalik emas degan bo'lsak, nihonjin ja arimasen. Hay bilan aytadigan bo'lsak, ha o'shalik, iye degan bo'lsak, yo'q, o'shalik emas degan ma'noni anglatadi. Hop, demak, savolimiz agar buni strukturasini ko'radigan bo'lsak, nani va nani desu ka, ya'ni vadan oldin keladi va o'sha otni va orqali bosh mavzuga aylantirib beramiz. Va bu yerga ot kesimli gap, ya'ni ot keladi va desu ka orqali, ka qo'shimchasi orqali savolga aylantirib beramiz. Masalan, Jon kompaniya xodimimi degan bo'lsak, Jon-san va kayshain desu ka? Jon amerikalikmi? Jon-san va amerikajin desu ka? Jon o'zbekistonlikmi degan bo'lsak, Jon-san va o'zbekistonjin desu ka? Emas, o'zbekujin desu ka? Ya'ni san bilan tugaydigan davlatlarda san qo'shimchasini tushib qolib, undan qolgan qismiga jin qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Va javobi qanday bo'lishi mumkin? Boyaginday ha yoki yo'q javob bilan javob berish mumkin bunday savol gaplarga. Agar ha bilan javob beradigan bo'lsak, hay nani des, ya'ni Jon amerikalikmi? Jon-san va amerikajin desu ka? Hay bilan javob beradigan bo'lsak, hay amerikajin des, ya'ni ha amerikalik. Agar yo'q deb javob beradigan bo'lsak, iye amerikajin ja arimasen, yo'q amerikalik emas. Bu yerga ham ot, bu yerga ham ot keladi. Bu birinchisida ot, vadan oldingi ot bu bosh so'zini, ya'ni gapning mavzusini ifodalaydi. Undan keyingi ot va o'sha ot kesimli gap. O'sha ot bilan tugaydigan qismi hisoblanadi. Hop, misollarda ko'rib o'tamiz. Misollarda, demak, Jack-san va amerikajin desu ka? Jack amerikalikmi degan savolga nima deb javob beramiz? Jack demak, bu amerikalikmi bu yerda? Yo'q, amerikalik emas. Yani inglisi, angliyalik degan bo'lsak, nima deb javob beramiz? Jack-san va amerikajin ja arimasen, inglisi-jin desu. Tushunarli-ya? Jack-san va amerikajin ja arimasen, inglisi-jin desu. Keyingi savolimiz, Suho-san va nihonjin desu ka? Suho yaponiyalikmi? Suhoni ko'ramiz. Suho bu koreyalik ekan. Demak, bu savolga javobimiz yo'q, yaponiyalik emas, koreyalik deb javob berishimiz kerak. Savol: Suho-san va nihonjin desu ka? Iye, Suho-san va nihonjin ja arimasen. Ya'ni yaponiyalik emas, kankokujin desu, koreyalik deb javob beramiz. Keyingi savolimiz, Van-san va isha desu ka? Demak, Van haqida gap ketyapti va u doktormi deb so'rayapti. Demak, Vanga qaraydigan bo'lsak, bu yerda doktor ekanligini ko'ramiz va ha, u doktor deb javob beradigan bo'lsak, hay so'zini ishlatib, hay isha desu. Demak, Van-san va isha desu ka? Hay isha desu. Ha, doktor deb javob beramiz. Keyingi savolimiz, Suho-san haqida gap ketyapti. Suho-san va gakusei desu ka? Ya'ni Suho talabami deb so'rayapti. Demak, Suhoga qaraymiz. Suho talaba emas, u kompaniya xodimi. Demak, Suho talaba emas, u kompaniya xodimi deb javob beradigan bo'lsak, Suho-san va gakusei ja arimasen, ya'ni emas degani destekor shakli ja arimasen dedik. Talaba emas desak, Suho-san va gakusei ja arimasen, kayshain desu, ya'ni kompaniya xodimi deb aytamiz. Hop, bo'lmasa misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, nani-san va nani desu ka? Hay deb javob bersak,
tasdiq ma'noni ifodalaymiz des bilan iye deb javob beradigan bo'lsak, jari masen bilan inkor ma'noni ifodalaymiz. Yana bir e'tibor berish kerak bo'lgan xususiyatlardan biri o'sha deska degan savol gapda urg'u ka qismiga tushadi. O'sha naynani deska qilib urg'uni kaga tushiramiz. Deska emas, deska. Bo'lmasa mashq ishlaymiz. Ajay haqida gapiramiz. Ajay-san va Nepal-jin desu ka? Hay, Nepal-jin desu. Ya'ni Ajay Nepallikmi desa, ha, Nepallik. Endi Ajay-san va batsiga aytamiz. Taijin desu ka? Ya'ni Ajay taylandlikmi desak, iye, Ajay-san va taijin jarimasen. Ya'ni taylandlik emas. Xuddi shunday qilib Inoue-san, Sato-san va Aya-san haqida gap tuzishga harakat qilamiz. Avval videoni to'xtatib, o'zinglar gap tuzishga harakat qilib ko'ringlar, bo'lmasa birgalikda gap tuzishni boshlaymiz. Savol hay bilan javobi, iye bilan javobini aytib ketaman. Inoue-san va kaishain desu ka? Hay, kaishain desu. Inoue-san wa isha desu ka? Iye, isha ja arimasen. Keyin gapimiz. Sato-san wa nihonjin desu ka? Hay, nihonjin desu. Sato-san wa kankokujin desu ka? Iye, kankokujin ja arimasen. Keyin gapimiz. Aya-san wa sensei desu ka?はい、先生です。あやさんは学生ですか？いいえ、学生じゃありません。Endi darslik bo'yicha Renshu B'ning 4-chi mashqini yechamiz. O'sha hozirgi savol bo'yicha, savol berish bo'yicha mashqlar berilgan. Ikkita misol ko'rsatib o'tilgan. O'sha ikkita misolda ko'rib chiqamiz. Demak, rey bilan mana bu rey qismi berilgan. Demak, har bir rasm uchun ikkitadan mashq ishlashimizga to'g'ri kelar ekan. Birinchisida Mirasan Amerikajin deb berilgan, ya'ni Miller Amerika va Kayshain deyapti. Bu yerda rasmlarda Miller Amerika va kompaniya xodimi. Mirasan birinchi mashqimiz Amerikajin degan bo'lsak, savol berar ekanmiz. Mirasan va Amerikajin desu ka? Va hay bilan javob berar ekanmiz. Hay, Amerikajin desu. Ikkinchi o'sha yana rasm bo'yicha Mirasan isha deb berilyapti, ya'ni Mirasan va isha desu ka? Ya'ni uni kimligi haqida savol berilar ekan, kim bo'lib ishlashligi haqida. O'shani rasmga qarab, agar u to'g'ri kelsa hay deb javob beramiz, to'g'ri kelmasa iye deb javob beramiz. Bu yerda isha emas, ya'ni kompaniya xodimi bo'lgani uchun Mirasan va isha desu ka? Miller doktormi degan savolga iye, isha ja demasan, ya'ni doktor emas deb javob berilyapti. Bo'lmasa avval o'zinglar mustaqil birinchi mashqdan to 4-chi mashqgacha yetishga harakat qilib ko'ringlar, videoni to'xtatib, bo'lmasa birgalikda mashqni yechamiz. Birinchi mashq. Yamada-san ginkoin. Yamada-san va ginkoin desu ka? Yamada bank xodimimi? Yamadaga qaraymiz, ginkoin ekan. Hay, ginkoin desu. Ha, bank xodimi. Ikkinchi mashq. Vatto-san kayshain. Vat kompaniya xodimi. Endi vatga qaraymiz. Vat kompaniya xodimi emas, domla ekan. Demak, savol beramiz. Vat kompaniya xodimimi deb savol beramiz. Keyin yo'q, kompaniya xodimi emas deb javob beramiz. Vatto-san va kayshain desu ka? Desu ka degan joyiga urg'uga e'tibor beramiz. Vatto-san va kayshain desu ka? Ka ga urg'u tushadi. Iye, sensei desu. Adashib ketdim. Demak, avval ja arimasen deb aytishimiz kerak edi. Vatto-san va kayshain desu ka? Iye, kayshain ja arimasen. Sensei desu. Ya'ni kompaniya xodimi emas, domla. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, Tawapon domlami deb savol berishimiz kerak. Tawapon-san va sensei desu ka?
Tawapon-san va sensei desu ka? Tawaponga qaraymiz. Yo'q, u domla emas, talaba ekan. Demak, yo'q, u domla emas deb aytishimiz kerak. Talabadir. Tawapon-san iye, Tawapon-san wa sensei ji arimasen. Gakusei desu. Qayta aytamiz. Tawapon-san wa sensei desu ka? Iye, sensei ji arimasen. Gakusei desu. To'rtinchi mashqimiz. Smith germaniyalikmi deb savol berishimiz kerak. Schmidt-san va doitsjin desu ka? Schmidtga qaraymiz. U germaniyalik ekan. Ha, germaniyalik javob berishimiz kerak. Hayır, doitsjin desu. Bo'lmasa birdan to'rtinchisigacha o'zbekcha qo'shmasdan savol javobni qaytadan aytib o'taman. Sizlar ham men bilan birgalikda talaffuz qilishga harakat qilinglar. Sa boshladik. Yamada-san wa ginkoin desu ka? Hayır, ginkoin desu. Watto-san wa kaishain desu ka? Iie, kaishain ji arimasen. Sensei desu. Tawapon-san wa sensei desu ka? Iie, sensei ji arimasen. Gakusei desu. Schmidt-san wa doitsjin desu ka? Hayır, doitsjin desu. Mesela keyingi mashqlarga o'tamiz. Demak, so'roq belgisi chiqyapti. Dare desu ka? Dare desu ka degani nima degani? Yangi so'zlarimizda bor, bu kim degani. Endi u odam kim? U kishi kim degan bo'lsak, ano hito wa dare desu ka degan so'zni gapni ishlatamiz. Ano hito wa dare desu ka? U odam kim? Ano hito degani u odam degani. Ano hito u odam. Va bu o'sha bosh mavzuni ifodalovchi qo'shimcha. Ano hito wa dare desu ka? Dare kim? Ya'ni dare bu so'roqni ifodalovchi so'z. Ya'ni so'roq almashlar. Va deska deb savol ifodalayapmiz. Kim? Va o'sha ka qo'shimcha, deska ka qo'shimchasi orqali biz gapni so'roqlarga aylantirib beramiz dedik. U odam kim degani ana hito va dare deska. Endi buni hurmat shakli bor. Xuddi shu gapni ano kata va donata deska. Bu ham ano hito va dare deska bilan bir xil ma'noni anglatadi, faqat dare so'zining hurmat shakli yapon tilida donata so'zi. Yapon tilida hurmat shakli juda ham rivojlangan. Ko'pchilik so'zlarning hurmat shaklidagi ekvivalenti bor bo'lib, bu yerda ham mana hozir ikkita ekvivalentni ko'rib turibmiz. Bu birinchisi dare so'zining hurmat shaklidagi ekvivalenti bu donata. Hito so'zining hurmat shaklidagi ekvivalenti bu kata. Ya'ni odamni ifodalovchi hito, ano odam degani, hurmat ma'noda ano kata degan so'z orqali ifodalanadi. Ano hito va dare desu ka? Ano hito deb boshlasangiz dare so'zini ishlatamiz. Ano kata ya'ni hurmat shaklidagi so'zni ishlatsak, qolgan so'zlar ham hurmat shaklida ketishga to'g'ri keladi. Shunda ano kata va donata desu ka deb gapni ifodalaymiz. Ano kata va dare desu ka deb odatda ishlatishmaydi. Chunki kata so'zi bu hurmat ma'noni ifodalovchi so'z bo'lgani uchun mana bu dareni ham hurmat ma'noni ifodalovchi ekvivalenti, ya'ni donatani ishlatishimizga to'g'ri keladi. Ano kata va donata desu ka. Ikkalasi ham ana u odam kim degan ma'noni anglatadi. Demak, bu teinei degan so'z polite form, ingliz tilida polite form deyiladi. Bu hurmat ma'no. Yapon tilida boya aytib o'tganimdek, hurmat ma'no juda ham rivojlangan. Keyingi darslarda o'sha hurmat ma'noni o'rganib boramiz. Demak, javobi ano kata va sensei desu. U odam domla. Tanaka sensei desu. Ya'ni Tanaka domla deb javob berish mumkin. Xo'p, demak, ano hito va
Anohitova degani hito degani odam dedik. Anavi odam. Ano degani anavi degani anavi odam. Anohitova va bilan bosh mavzuga aylantirib beryapmiz. Dare deska, dare kim va deska. Yani deska haq qo'shimchasi orqali gapni so'roq gapga aylantirib beryapmiz. Anohitova dare deska, bu odam kim? Va uni qo'lma shakli anokatava donata deska. Bu odam kim? Ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi. Demak, savol beramiz. Oddiy shaklda savol berib ko'ramiz birinchisi. Ya'ni xurma shaklda emas. Qanday bo'ladi? Anohitova dare deska. Birgalikda talaffuz qilamiz. Anohitova dare deska. Bu odam kim ekan? Sato-san desu. Sato-san va kayshain desu. Sato kompaniya xodimi. Endi hurmat ma'noda shu savol gapni berib ko'ramiz. Bu ayol haqida. Birgalikda aytamiz. Anokata wa donata desu ka? Anokata wa donata desu ka? Anokata wa donata desu ka? Kim ekan? Yoshida-san desu. Kim bo'lib ishlar ekan? Yoshida-san va shufu desu. Shufu bu uy bekasi. Shufu uy bekasi. Yoshida uy bekasi. Keyingi savolimizda savol beramiz. Oddiy savol beradigan bo'lsak. Anohito wa dare desu ka? Anohito wa dare desu ka? Hurmat bilan beradigan bo'lsak, anokata wa donata desu ka? Anokata wa donata desu ka? Javobi Takahashi-san desu. Kim ekan Takahashi? Takahashi-san wa gakusei desu. Takahashi talaba. Keyingi grammatikamiz nani va nani no nani desu. Demak, biz va bilan desni o'tdik. Va bu bosh mavzuni anglatar ekan. Des bu o'sha ot kesimli gaplarda tasdiq ma'noni ifodalaydi. Endi yangi qo'shimcha kirib kelyapti. No. No nimani ifodalaydi? Demak, watashi wa, watashi degan nima deydi? Men degan deydi va qo'shimchasi orqali buni mavzuga aylantirib olyapmiz. Va mavzuga aylantirdi deganimiz bu, ya'ni watashi haqida gap ketadi, ya'ni men haqimda gap ketadi degani. Watashi wa nani desu. Demak, bu ot kesimli gapligini bildiradi. Des watashi wa men kimman ekan? Men o'qituvchi, sensei. O'qituvchi sensei. Men watashi wa sensei desu. Men o'qituvchiman. Endi watashi wa Tashkento Kokuritsu Kouka Daigaku. Qaysi universitet bu? Toshkent davlat texnika universiteti. Kokuritsu degani bu davlat. Kouka texnika. Daigaku universitet degan ma'nolarni anglatadi. Shunda Tashkento Kokuritsu, Toshkent davlat, Kouka Daigaku texnika universiteti. Toshkent davlat texnika universiteti ning o'qituvchisiman deydigan bo'lsak, watashi wa Tashkento Kokuritsu Kouka Daigaku no sensei desu. Watashi wa Tashkento Kokuritsu Kouka Daigaku no sensei desu. Ya'ni men Toshkent davlat texnika universitetining o'qituvchisiman degan ma'noni anglatyapti. Demak, no qo'shimchasi bu yerda qanday qo'shimcha bo'lib kelyapti? No qo'shimchasi o'zbek tilida, ya'ni qaratqich ma'nosini anglatuvchi qo'shimcha bo'lib kelyapti bu yerda. Lekin no'ning asosiy funksiyasi nima deyman? No'ning asosiy funksiyasi, e'tibor beradigan bo'lsak, Toshkent davlat texnika universiteti. Bu nima? So'z turkumlaridan qarasak, bu otni ifodalaydi. O'qituvchi ham so'z turkumlari bo'yicha qaysi so'z turkumiga kiradi? Otga kiradi. Ya'ni ikkita otni bog'lash uchun ishlatiladi. No'ning asosiy vazifasi ikkita otni bog'lash uchun ishlatiladi va gapda har xil tarjima bo'lib kelishi mumkin. Mana bu hozirgi gapimizda bu qaratqich ma'nosini ifodalab kelyapti va ikkita otni bir-biriga bog'lab kelganda, ya'ni birinchi ot undan keyingi otni aniqlashtirib keladi. Ya'ni o'qituvchi, qanday o'qituvchi? Toshkent davlat texnika universitetining o'qituvchisi.
ya'ni o'qituvchini mana bu Toshkent davlat texnika universiteti aniqlashtirib kelyapti. Ya'ni ikkita ot birga kelganda birinchi kelgan ot ikkinchi kelgan otni aniqlashtirib keladi. Ya'ni aniqlovchi vazifasini bajarib keladi. Va o'sha aniqlovchi vazifasini bajaruvchi otga no qo'shimchasini qo'shish orqali o'sha ya'ni undan keyingi ikkinchi ot birinchi otga mansubligini ifodalaydi. Ya'ni bu o'qituvchi qayerda ishlaydigan o'qituvchi, ya'ni Toshkent davlat texnika universitetiga da ishlaydigan, ya'ni o'sha universitetga mansub bo'lgan o'qituvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'sha mansublikni anglatadi. Demak, yana bir marta aytib o'tamiz. No'ning asosiy vazifasi ikkita otni bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladi. Ya'ni bu yerda Toshkent davlat texnika universiteti ham bu ot, so'zga ko'ra, va domla o'qituvchi ham ot. Ya'ni ikkita otni bir-biriga bog'lash uchun biz no qo'shimchasini ishlatamiz. Va no qo'shimchasini ishlatganda bu no har xil tarjima qilinishi mumkin. Hozirgi gapda bu qaratqich ma'nosini ifodalab kelyapti. Ya'ni Toshkent davlat texnika universitetining o'qituvchisi bo'lib kelyapti. Va bu ikkita ot bir-biriga bilan bog'langanda birinchi ot ikkinchi otni aniqlashtirib keladi dedik. Ya'ni aniqlovchi vazifasini bajarib keladi va ikkinchi ot birinchi otga o'sha mansublikni ifodalaydi. Ya'ni bu o'qituvchi qayerga mansub bo'lgan o'qituvchi, ya'ni mana shu universitetga mansub bo'lgan, shu universitetda ishlaydigan o'qituvchi degan ma'nolarni anglatadi. Mashqlarda ko'rib chiqamiz. Watashi wa nani desu. Watashi wa nani no nani desu. Endi bu gap bo'yicha gap tuzib ko'ramiz. Bu struktura bo'yicha masalan men watashi wa men kimman? Domlaman. Sensei desu. Men o'qituvchiman degan bo'lsak, watashi wa sensei desu. Endi men qayerning o'qituvchisiman? Watashi wa Toshkent Toshkent davlat texnika universitetining o'qituvchisiman deb o'sha no qo'shimchasi orqali ikkita otni bir-biriga bog'layapmiz. Ali haqida aytib o'tamiz. Ali ham o'sha, endi Ali o'qituvchi emas, o'quvchi, ya'ni talaba. Ali o'quvchi, Ali Toshkent davlat texnika universitetining o'quvchisi degan bo'lsak, qanday gap tuzamiz? Ari-san wa gakusei desu. Ari-san wa Toshkent Kokuritsu Kouka Daigaku no gakusei desu. Ari-san wa Toshkent Kokuritsu Kouka Daigaku, Toshkent Kouka Daigaku no gakusei desu. Toshkent texnika universitetining talabasi deb o'shaning qo'shimchasini bildirib ifodalab kelyapti. Demak, no bu yerda qanday vazifani bajaryapti desak, ikkita otni bu tomoni ham ot, chap tomoni ham, o'ng tomoni ham ot keladi va ikkita otni bir-biriga bog'lab keladi. Toshkent Kouka Daigaku no gakusei deb ko'rdik. Va nani va deydigan bo'lsak, demak va orqali undan oldin kelgan otni mavzuga aylantirib beramiz. Va o'zbek tilida bosh kelishini ifodalovchi qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni mavzuga aylantirib beradi noning. Va o'sha ikkita ot kelgan, ikkita otni bir-biriga no orqali bog'lab va u tasdiq gap ekanligi, ya'ni ot kesimli gap ekanligini tasdiqlash orqali des bilan tasdiqlab qo'yamiz. Misolda ko'rgan bo'lsak, men Toshkent texnika universitetining talabasiman degan misolda ko'rishimiz mumkin. Bo'lmasa mashqlar orqali ishlab ko'ramiz. Ano hito wa dare desu ka? Ano odam kim? Oddiy forma, hurmat formasi ano kata wa donata desu ka edi. Demak, ano hito wa dare desu ka deb savol beramiz va kim ekan? Ajay. Ajay-san desu. Uchinchi shaxs yoki suhbatdosh yoki uchinchi shaxsni ismini aytganda biz albatta san qo'shimchasini qo'shamiz va des orqali tasdiq gap ekanligini ifodalaymiz. Ajay-san desu, ya'ni Ajaydir deb tarjima qilamiz. Ajay-san desu. Hop, demak, Ajay haqida ma'lumot beramiz. Demak, Sakura Daigaku gakusei. Sakura Daigaku. Daigaku degani universitet, institut degan ma'noni anglatadi. Demak, Sakura universiteti. Sakura biz gap qilishimiz kerak. Sakura universitetining talabasi deb. Demak, qanday gap qilamiz? No qo'shimchasi orqali ikkita otni bir-biriga bog'laymiz. Sakura Daigaku no gakusei desu va des bilan bu ot kesimli gap ekanligini tasdiqlab qo'yamiz. Sakura universitetining talabasi. Birga aytib qolamiz. Ano hito wa dare desu ka?
ajay-san desu. Sakura daigaku no gakusei desu. Odam kim? Ajay. Sakura universitetining talabasi. Hop, yana savol beramiz. Odam kim? Van. Pekin bolnitsasining doktori. Pekin byoin degani, Pekin bolnitsasi degani. Byoin bolnitsa. Pekin bu Xitoyning poytaxti. Pekin shahri va byoin degani bu bolnitsa degan so'z. Biz gap tuzamiz. Van odam kim degani oddiy formada, hurmat formada emas. Hito wa dare desu ka desak, ajay qaytadan demak. Hito wa dare desu ka? Wan san desu. Pekin byoin no isha desu. Hito wa dare desu ka? Wan san desu. Pekin byoin no isha desu. Odam kim? Van. Pekin bolnitsasining doktori. Keyingi yana savol qilamiz. Hito wa dare desu ka? Odam kim? Kim ekan? Aya Fuji yapon tili maktabining domlasi. Nihongo bu yapon tili. Gakko maktab. Nihongo gakko degani yapon tili maktabi degani. Fuji Nihongo gakko esa Fuji nomli yapon tili maktabi. Sensei domla. Demak, savolga javob Aya-san desu. Fuji Nihongo gakko no sensei desu deb javob beramiz. Keyingisi. Hito wa dare desu ka? Hop, gap tushga harakat qilinglar. Demak, Sato Toyota firmasining xodimi degan bo'lsak, Sato-san desu. Toyota no shain desu. Toyota firmasining xodimi, ya'ni o'sha xodim Toyota firmasiga mansub degan ma'noni anglatadi. Ya'ni mansub ikkinchi ot birinchi otga mansubligini ifodalaydi va Toyota birinchi ot ikkinchi otni aniqlashtirib keladi. Ikkita ot bir-biriga bog'lash uchun no qo'shimchasi orqali bir-biriga bog'laymiz. Hop, yana hurmatlar qilamiz. Hito wa dare desu ka? Sato-san desu. Toyota no shain desu. Keyingi mashqimiz. Hito wa dare desu ka? Inoue-san desu. Yamaha no shain desu. Savol javob ketamiz. Avval o'zinglar videoni to'xtatib qo'yib gap tuzishga harakat qilinglar. Bo'lmasa birgalikda gap tuzamiz. O'zbekchasini aytib o'tirmayman. Gap tuz, savol, javob qilib gap tuzib ketamiz. Demak, birinchi Sato-san va chap o'ng chap o'ng qilib gap tuzib ketamiz. Hito wa dare desu ka? Sato-san desu. Kaishain desu. Hito wa dare desu ka? Ajay-san desu. Gakusei desu. Hito wa dare desu ka? Suho-san desu. Kankokujin desu. Hito wa dare desu ka? Inoue-san desu. Kaishain desu. Hito wa dare desu ka? Jack-san desu. イギリス人です。人は誰ですか? Aya-sanです。日本人です。Endi bu mashqimizda no qo'shimchasi qatnashayotgani yo'q. Oldingi mashqlardan yechish uchun foydalandik va o'sha hozirgi u odam kimga o'sha to'g'ri va des qo'shimchasi orqali javob berishni biroz mashq qilib o'tdik. Hop, keyingi mashqlarga o'tamiz. Bu o'sha no qo'shimchasiga tekstlik bo'yicha Renshubining 5-mashqi. Avval misolda ko'rib o'tamiz. Misolda Ray Gupta IMC Shain, ya'ni Gupta ismli kishi ekan, IMC degan kompaniyaning xodimi ekan. Demak, birinchi savol berish kerak ekan. Katawa donatasi, ya'ni hurmat ma'nodagi ma'noni ifodalovchi savol berar ekanmiz. Kata, ya'ni hitoning o'rniga kata so'zi hurmat ma'noni ifodalardi. Dare kim degan so'z o'rniga donata so'zi hurmat ma'noni ifodalar edi.
demak, anokatawa donata desu ka, odam kim desak, Gupta-san desu. IMC no shayin desu, ya'ni ana shu kompaniyaning xodimi deb gapirishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa avval o'zinglar to'xtatib qo'yib gapirishga harakat qilinglar. Birgalikda gapirishni boshlaymiz. Birinchi mashqimiz. Anokatawa donata desu ka? Ii-san desu. Eikishi no kenkyūsha desu. Ikkinchisi. あの方はどなたですか？ワンさんです。神戸病院の医者です。Üçüncüsü. あの方はどなたですか？カリナさんです。富士大学の学生です。Dördüncüsü. あの方はどなたですか？サントスさんです。ブラジルエアの社員です. Endi shu joyda ba'zi bir so'zlarga tushuntirish berib o'tadigan bo'lsam, yapon tilida lotin alifbosida ifodalangan bosh so'zlarni ingliz alifbosini o'qilishi bo'yicha o'qishadi. I am C emas, she. Ya'ni yapon tilida C degan harf bo'lmagani uchun she deb talaffuz qilinadi. I am she. Mana bu AKS harfi ham AKS emas, lotin ingliz tili bo'yicha A, K, she deb talaffuz qilinadi. A, K, she. Endi bular hammasi yasama nomlar, o'sha tekstlik uchun yaratilgan yasama, ya'ni o'sha kompaniyalar. Haqiqatda bor yo'qligi noma'lum bo'lgan kompaniyalar. Kobe Byoin bu Kobe больницasi, Fuji'dagi bu, ya'ni Fuji universiteti. Brazil Air degani, ya'ni Brazil Air, ingliz tilida Braziliya havosi degan ma'noni anglatadigan kompaniya deb tushunishimiz mumkin. Hop, keyingi grammatikaga o'tadigan bo'lsak, keyingi grammatikamiz bu mo des. Biz shu paytgacha va nani des degan grammatikani o'tdik. Endi keyingi grammatikamiz nani mo des. Hop, mo nimani anglatadi? Hop, demak, watashi bu men degani. Demak, watashi wa nani des. Men va bu yerga ot qo'yamiz, des bilan tasdiq gapirganligini ifodalaymiz. Demak, bu talaba, men talabaman degan gap tuzamiz. Watashi wa talaba nima degani? Gakusei degani. Watashi wa gakusei desu. Men talabaman. Endi Chan-san haqida gap ketyapti. Chan ham talaba deydigan bo'lsak, nima deymiz? Chan-san des bilan o'sha tasdiqligini bildiryapti va u ham talaba, gakusei. Ya'ni Chan-san gakusei des. Chan-sanga qaysi qo'shimchani qo'yamiz? Chan-san, Chan ham talaba degan bo'lsak, Chan-san mo gakusei des. Ya'ni Chan ham talaba. Ya'ni o'zbek tilidagi ham degan ma'noni ifodalovchi qo'shimcha yapon tilida mo bilan ifodalanadi. Demak, birinchi gapimizda va bilan bosh mavzuga aylantirib olgan bo'lsak, bu mo qo'shimchasi, ya'ni birinchi gapga o'xshash ma'noni ifodalash uchun mo qo'shimchasi bilan ishlatiladi. Demak, mo qo'shimchasi undan oldingi gapga o'xshash ma'noni ifodalaydi. Ya'ni Chan ham talaba, birinchi men talabaman dedim va o'shaga o'xshash ravishda Chan ham talaba deb o'sha o'xshash ma'noni ifodalash uchun mo qo'shimchasini ishlatamiz va o'zbek tilida odatda ham deb tarjima qilamiz. Chan-san mo gakusei deb. Endi bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlardan biri va bu yerda tushib qoladi, va'ni o'rniga mo qo'shimchani ishlatamiz. Ba'zi bir endi o'rganayotgan talabalar mo'dan oldin va'ni ishlatib, Chan-san va mo deb, ya'ni buni bosh mavzuga aylantirib yuborish kerak-ku deb o'ylab o'sha va'ni ham qo'shib yuborish holatlar bo'ladi, lekin bunaqa emas. Ya'ni va'ni o'rniga mo qo'shimchasi ishlatiladi va ishlatilmaydi bu yerda. Ya'ni Chan ham degan deb aytmoqchi bo'lsangiz, Chan-san mo gakusei desu deb ishlatmasdan o'rniga mo'ni ishlatamiz. Xo'p, misollarda demak, buni gapni surijini ko'radigan bo'lsak, nani des degani, demak, budan oldin biz bosh mavzuda keluvchi otni keltiramiz va ot kesimli gapni ifodalash uchun des orqali va ot yana qo'yamiz. Xuddi shu birinchi gapdagi ma'noni o'xshash ma'noni anglash uchun mo qo'shimchasini ishlatamiz dedik. Ya'ni
birinchi gapdagi ma'no ikkinchi gapda ham shunaqa deganda mo qo'shimchasi bilan bani o'rniga mo qo'shimchasi ishlatamiz. Masalan, men Toshkent davlat texnika universitetining domlasiman degan bo'lsak, Watashi wa Tashkent Tokuritsukoka Daigaku no sensei desu deb turib, keyin boshqa domla, masalan, Anvar ismli domla ham o'sha Toshkent davlat texnika universitetining domlasi degan bo'lsak, Anvar san mo Toshkent Tokuritsukoka Daigaku no sensei desu, ya'ni Anvar ham, ya'ni Anvar san deb avval san qo'shimchasi orqali hurmat ma'nosini qo'shib olamiz va mo bilan o'sha birinchi gapning de anglashilgan ma'noni mo bilan ifodalab beramiz. Misollarda ko'ramiz. Demak, Ajay san va gakusei desu. Ajay talaba deyapti. Gakusei, ne Ajay talaba. Jak san mo gakusei desu. Ya'ni Jak ham talaba. Jak ham talaba. Inoue san va Nihonjin desu. Inoue Yaponiyalik. Yaponiyalik bo'lyapti. Endi Sato ham Yaponiyalik bo'lsak, Sato san mo Nihonjin deb mo orqali ifodalaymiz. Demak, birgalikda takrorlaymiz. Ajay san wa gakusei desu. Jak san mo gakusei desu. İkinci gapimiz. Inoue san wa Nihonjin desu. Sato san mo Nihonjin desu. Hop. Demak, gap tuzamiz. Ikkalasi ham kayshayin bo'lib kelyapti. Demak, Inoue bank xodimi, Sato ham bank xodimi degan bo'lsak, Inoue san wa kayshayin desu. Sato san mo kayshayin desu deb gap tuzamiz. Hop, keyingi boshqamiz. Demak, gakusei ikkalasi ham talaba deyapti. Miller kompaniya xodimi deyapti. Hop, savol berilyapti. Mirasan mo gakusei desu ka? Miller ham talabami? degan bo'lsak, nima deb javob beramiz? Iye, Miller talaba emas degan bo'lsak, deb bo'ladi. Mirasan va gakusei ja emasen. Miller talaba emas deb bu yerda mo endi ishlatilmaydi. Sabab Miller ham talaba emas deb o'zbekchasiga ham bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Miller talaba emas deb, ya'ni Miller haqida gap ketayotgani uchun va orqali uni mavzuga aylantirib olamiz. Ya'ni bu gap undan oldingi gapni ma'nosini takrorlamayotgani uchun mo qo'shimchasini ishlatmaymiz. Va orqali mavzuga aylantirib olib, undan keyin inkor ma'nosini ifodalovchi jar emasen degan hikmat bilan gapni ifodalaymiz. Miller talaba emas. U kompaniya xodimi degan bo'lsak, kayshayin desu. Ya'ni kompaniya xodimi. Endi kompaniya xodimini ifodalovchi yapon tilida ikkita so'z bor. Bu kayshayin bilan shayin degan so'z. Qachon ishlatamiz? Qanday farqlanadi? Kayshayin bu oldidan hech qanday kompaniya kelmasa, o'sha umumiy ma'noda u kompaniya xodimi deb aytganda ishlatiladi. Kayni mana bu kayi yo'q, shayin degan so'zi bilan ham ifodalash mumkin kompaniyani, xodimini. Bunda undan oldin qaysi kompaniyaligi kelish kerak bo'ladi. Ya'ni, masalan, Yamahaning xodimi degan bo'lsak, Yamaha no shayin desu deb aytamiz. Yamaha no shayin deb. Yoki masalan, O'zbekistonda kompaniyalar misolida ko'radigan bo'lsak, masalan, Artel kompaniyasining xodimi degan bo'lsak, Artel no shayin desu. Yoki prosta u kompaniya xodimi, u qaysi kompaniyaligi biz noma'lum, umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, kayshayin deymiz. Qaysi kompaniyaga tegishliligini o'sha joyda bildirib ketadigan bo'lsak, shayin o'sha kompaniya bilan no qo'shimchasi orqali ikkita otni bir-biriga bog'lash orqali kompaniyaning nomi va ning xodimi deb o'sha shayin so'zini o'sha joyda ishlatamiz. Masalan, Artel kompaniyasining xodimi desak, Artel no shayin desu. Sony kompaniyasining xodimi desak, Sony no shayin desu. Yoki masalan, yana qanday kompaniyalar bor?
asosan o'sha katta kompaniyalarga tegishli bo'ladi, universitetlar emas. Universitetlar uchun odatda sensei va boshqa o'sha tadqiqotchi, talaba, o'sha yerda ishlaydigan kasblar ishlatiladi. Shayin odatda o'sha katta kompaniyalarga tegishli bo'lgan xodimlar uchun o'sha shayin yoki kayshayin so'zini ishlatishimiz mumkin. Va bo'lmasa keyingi mashqlarga o'tamiz. Demak, bu mashqimizda demak, suxosan haqida gap ketadi. Suxosan va kayshayin des. Endi savol beramiz. Ajay sanmi kayshayin desu ka? Ya'ni Ajay ham kompaniya xodimimi deydigan bo'lsak, qaraymiz, Ajay kompaniya xodimi emas, talaba deydigan bo'lsak, iye, Ajay kompaniya xodimi emas deyishini qaysi gap qanday gap so'zlari? Iye, Ajay san va kayshainja arimasen. Gaksey desu deb gapiramiz. Bu yerda mo emas va ishlatiladi, chunki bu gap undan oldingi gapning ma'nosini takrorlamayotganligi sababli. Hop. Demak, keyingi gapga o'tamiz. Yoko-san wa sensei desu. Savol beramiz. Inoue-san mo sensei desu ka? Inoue ham domlami desak, Inoue ya'ni domla emas, kompaniya xodimi bo'lgani uchun iye, Inoue-san wa sensei ja arimasen. Iye, Inoue-san wa sensei ja arimasen. Kayshain desu. Kayshain desu, kompaniya xodimi. Hop, Sato-san va kayshain desu. Sato kompaniya xodimi. Endi Suho haqida savol beramiz. Suho ham kompaniya xodimimi? Suho-san mo kayshain desu ka? Desak, demak bu yerda Suho kompaniya xodimi bo'lgani uchun ha, Suho ham kompaniya xodimi, ya'ni undan oldingi gapni ma'nosini takrorlayotganligi sababli bu yerda mo qo'shimchasi ishlatamiz. Hay, Suho-san mo kayshain desu. Ha, Suho ham kompaniya xodimi. Undan oldingi gapni ma'nosini takrorlasa, mo qo'shimchasini ishlatamiz. Hop, xuddi shu grammatikaga oid tekst darslikdan B'ning 6-mashqini bajaramiz. Demak, misolda ko'rib o'tamiz. Misolda, demak, birinchi misolimiz Miller amerikalik, u kompaniya xodimi. Gupta angliyalik, u ham kompaniya xodimi. Misolda ko'ramiz. Mirasan, kayshain, Guptasan deb qo'yibdi. Demak, Mirasan va kayshain des. Tochka bilan berilgan ikkita xotni o'sha shunaqa bo'lib ishlaydi deb aytishimiz kerak ekan. Miller kompaniya xodimi. Guptasan va kayshain des. Va virguldan keyingi xotni bu ham shunaqami deb savolga aylantirar ekanmiz. Gupta ham kompaniya xodimimi desak, agar savolga rasmga qaraymiz, kompaniya xodimi bo'ladigan bo'lsa, hay deb javob beramiz. Bo'lmaydigan bo'lsa, iye deb javob beramiz. Bu yerda kompaniya xodimi bo'lgani uchun hay, Guptasan mo kayshain des. Ya'ni ma'nosini takrorlab ketgani uchun bu yerda mo, ya'ni Gupta ham kompaniya xodimi deb javob beramiz. Agar u kompaniya xodimi bo'lmaganda, iye, Guptasan va kayshain ja arimasen deb javob bergan bo'lar edik. Hop, bo'lmasa birinchi mashqdan 4-mashqgacha avval o'zinglar yechib ko'ringlar, videoni to'xtatib qo'yib, birgalikda endi yechamiz. Birinchi mashqimiz. Demak, savol javob qilib aytib ketamiz. Demak, Yamada-san, Ginkoin, Isan birinchi mashqimiz. Savol beramiz. Yamada-san va Ginkoin desu ka? Yo'q, adashib ketdim. Demak, birinchi mashqimiz Yamada o'shanaqa, Isan ham shunaqami deyishimiz kerak edi. Demak, boshladik. Yamada-san va Ginkoin desu. Isan mo Ginkoin desu ka? Iye. Isan wa Ginkoin ja arimasen. Kenkyusha desu. Demak, birinchi gapimiz qanday bo'ldi? Yamada bank xodimi, I ham bank xodimi desak, yo'q, u bank xodimi emas, tadqiqotchi bu yerda. Demak, I bank xodimi emas, tadqiqotchi deb javob berdik. Ikkinchi mashqimiz. Watto-san wa sensei desu. Wan-san mo sensei desu ka? Iye, Wan-san wa sensei ja arimasen. Isha desu. Ikkinchi gapimizda Wat domla, Wan ham domlami degan savolga javob sifatida yo'q, Wan domla emas, u doktor deb javob berdik. Uchinchi mashqimiz. Tawapon-san, gaksei, Karina-san. Tawapon-san wa gaksei desu.
カリナさんも学生ですか？はい。カリナさんも学生です。Demek Tavapon talaba. Karina ham talabami degan savolga ha, Karina ham talaba deb javob berdik. 4-chi mashqimiz. Shumitto-san doitsujin, Santos-san doitsujin bu germaniyalik degan ma'noni bildiruvchi so'z. Demak, savol beramiz. Shumitto-san va doitsujin desu. Santos-san mo doitsujin desu ka? いいえ、サントスさんはドイツ人じゃありません。ブラジル人です。ブラジル人です。Demek birgalikda takrorlaymiz. Savol, javob qilib aytib ketaman. Birga qo'shilib to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilamiz. O'za boshlaylik. Birinchisi. Yamada-san wa ginkoin desu. Ii-san mo ginkoin desu ka? いいえ、イーさんは銀行員じゃありません。研究者です。いきんす。ワットさんは先生です。ワンさんも先生ですか？いいえ、ワンさんは先生じゃありません。医者です。うちんす。タワポンさんは学生です。カリナさんも学生ですか？はい。カリナさんも学生です。とてんす。シュミットさんはドイツ人です。サントスさんもドイツ人ですか？いいえ、サントスさんはドイツ人じゃありません。ブラジル人です。Keyingi o'tadigan narsamiz sonlar. Sonlar asosan qanday bo'ladi? Buni bir ko'rib o'tamiz. Demak, 0. Nolimiz 0 yoki rey deb ikki xil aytilishi mumkin. 0 rey. Birga takrorlaymiz. 0 yoki rey. 1 ichi, ikki, 2 3 3 4 yoki 4 yoki 5 5 6 6 7 7 yoki 7 yoki 7 8 8 8 9 9 yoki 9 9 yoki 9 10 10 10 Qolgan 11dan 20gacha bo'lgan sonlarni ko'radigan bo'lsak, boyagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 so'zlarini 10dan keyin, ya'ni 10, 11, xuddi o'zbek tilida 11 deymiz, ular ham 11, 12, 13 deb aytib ketadi. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 yoki 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 yoki 19, 19, 20, 20. Demak, 11, 12, 13. Xuddi o'zbek tilida avval 10, keyin 1. Avval 10, keyin 2 qilib aytganmiz. Yaponlar ham 10, 1, 10, 2 qilib aytishadi. Bu tomondan o'zbek tili bilan bir xil bo'lgani uchun yodlashga oson. Hop, undan keyingi 20dan 30gacha bo'lganimiz. Demak, 21, 20 degani 20 degani, 21, 22, 22, 23, 23. O'zbek tilida 21, 22, 23 deb aytganmiz. Ular ham 20, 20 so'zni aytadi, keyin 1, 21, 20, 20 so'zni aytib, keyin 2, 20 deb aytib keladi. O'zbek tiliga o'xshash bu yog'i ham. 21, 22, 23, 24 yoki 24.
25, 26, 27, 28. 27는 27를 쓰게 bo'ladi. 28, 29 yoki 29 va 30, 30. 30, 30. Bizda alohida 30 degan so'z bor, lekin yaponlarda 3 ga 3 ta 10 deb talaffuz qilishadi. Neju 2 ta 10, 30 3 ta 10. Sanju deb aytishadi. Va bu yog'i yana bir xil davom etadi. 31, Sanju 30, 1 31 shunda. Sanju 30 ni 2 32, ya'ni 32, 33, 34 qilib o'zbekchaga o'xshab davom etadi. Va 40 ta ham 40 yonju bo'ladi, ya'ni 4 ta 10 deydi ular. Yonju. Va 41 da ham 40 so'zini avval yonjuni aytadi, keyin 1. 42ni yonju avval 40 ta aytadi, keyin 2 qilib o'zbek tiliga o'xshash davom etadi. Yonju, yonjuni, yonjusan qilib. Va 50gani 5 ta 10 goju, 66 ta 10 rokuju, 77 ta 10 nanaju, 80, 90 va 100. 100 degan so'zgacha o'sha 1dan 100gacha sonlarni ifodalash mumkin. Umumiy ko'radigan bo'lsak, demak, 1, 2, 3, 4, 7, 9 da ikki xil aytilishi bor. Nima uchun ikki xil aytilish? Chunki bundan buyog'iga sanoq sistemasiga kirib boramiz. Sanoq sistemasida ba'zi bir sanoq sistemalari uchun, masalan, 4 da shi ishlatadigan bo'lsa, ba'zi bir sanoq so'zlar uchun yon so'zlarini ishlatadi. Yon o'qilishini ishlatadi. Shuning uchun ikkita bor. 7 da ham ba'zi bir sanoq so'zlar uchun shi ishlatsa, ba'zi bir uchun nana ishlatiladi. Bular belgilab qo'yilgan. Buni keyin borib darslar davomida yodlab boramiz. Demak, ichni sanshi go'ruk hachkyuju 10 talik, 11 juichi boya ko'rdik. 12lardan keyin ya'ni juni, jusan qilib ju so'zini 10 so'zini aytib, mana bu qo'shimchalar qo'shib ketamiz. Juichi, juni, jusan, juyon qilib. 20 neju, ya'ni 22 ta 10 talik. 30 sanju 3 ta 10 talik. 40 yonju 4 ta 10 talik qilib degan so'zlar ishlatishadi. Neju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, 90, 100 so'zi uchun alohida 100 degan so'z ishlatamiz. Va 101da yana 100 so'zi bilan ichi. Ya'ni mana bu 101, 102 qilib avval 100 so'zini, keyin mana bu 1, 2, 3larni qo'shib ifodalab ketamiz. 200, ya'ni 2 ta 100, 2 ta, biz ham 200 deymiz, ular ham 200 ni 100. Biz 300 deydigan bo'lsak, ular ham 300, ya'ni 3 ta 100 deb. San byaku. E'tibor beramiz. San 100 emas, san byaku. Ya'ni h jarangsiz undoshi bu yerda jarangli b undoshiga aylanib ketadi. San byaku bo'lib. Yonshaku, gohyaku va 600 da ham o'zgarib ketadi. P, ya'ni shaku, ya'ni p ga o'zgarib ketadi. Rop pyaku ketadi. Rop pyaku. Ya'ni roku shaku emas, rop pyaku. Ya'ni bu yerda assimilyatsiya qoidasi ishlaydi. Ya'ni assimilyatsiya qoidasi bu ikkita undosh bir-biriga yaqin kelganda o'sha qaysi biri o'sha birorta undoshni xususiyatini boshqa undosh o'sha o'ziga olishini assimilyatsiya qoidasi deydi. Bu yerda xuddi shu qoida amalga oshyapti. Rop pyaku va nanakyaku va 800 da ham hap pyaku bo'lib ketadi. Kyushaku 1000 bo'ladi. Demak, e'tibor beradiganimiz ikkitaliklarga shiyon, shichenana, ku, kyu va mana bu 100 taliklarda 300 sanbyaku, 600 ropyaku, 800 hapyaku va 1000 so'zi bilan ifodalanadi. Va bularni ko'rib chiqdik. Nihayat qilib, sendan keyin qanday? Demak, senimiz ya'ni yana 2000, 3000 deb o'zbek tilida ham 2 ga sen qo'shamiz, 3 ga sen qo'shib aytib ketiladi. Ularda ham ni sen va e'tibor beramiz. 3000 talikda san sen emas, san zen so'zini ishlatamiz. Ya'ni bu yerda ham s jarangsiz undoshi z jarangli undoshiga aylanib ketadi. San zen, san zen. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 8000 ga ham e'tibor beramiz. 800 emas, bu yerda 8 so'ziga sen qo'shilyapti. 800 emas, 8000 bo'ladi. 8000. Ya'ni san sen emas, san zenga aylanib ketadi. 8000. Ya'ni bu yerda s harfi ikkilanadi. Va 10,000 talikda 10,000 so'zini biz 10 plus 1000 so'zini ifodalaymiz, lekin ular boshqa bir, ya'ni ichiman so'zini ifodalashadi. Ichiman so'zi orqali. Demak, ichiman yana ni, man, san, man, yonman qilib o'sha man so'zi orqali
10,000, 100,000 so'zi bor. Demak, katta sonlarda o'qishda keyinroq yana bir o'tamiz va oxirgi grammatikamiz nani va nani say des. Bu va ya'ni bu bosh mavzuni ifodalovchi qo'shimcha va des ko'rdik bu tasdiqni ifodalovchi, ya'ni oddiy ismli gaplarda tasdiqni ifodalaydi va bizga yangi qo'shimcha bu say. Say nima? Demak, Teresa ismli qiz 9 years old deyapti, ya'ni 9 yosh deyapti. Demak, yoshini ifodalash uchun qanday aytamiz? Yoshini ifodalash uchun Teresa chan va 9 desu. Ya'ni Teresa 9 yoshda. Demak, say bu yoshni bildirar ekan. Demak, sonni keltirib say qo'shimchasini qo'shsak 9 yosh degan ma'noni anglatadi. Teresa chan va 9 desu. Esa 9 yoshda. Say qo'shimchasini qo'shib orqali yosh so'zini ifodalaymiz. Bu yerda hozir bizga yana bir yangi qo'shimcha, bu chan qo'shimchasi. Bu chan xuddi kishilarning nomiga hurmat ma'noni ifodalash uchun qo'shgan san kabi qo'shimchalardan biri, faqat bu yosh qizchalar uchun ishlatiladigan qo'shimcha. Yosh qizchalar uchun odatda chan qo'shimchasi qo'shiladi, kattalar uchun san qo'shimchasi qo'shiladi. Yosh bolalar uchun chan emas, kun degan qo'shimcha qo'shiladi. Masalan, Tanaka ismli yosh yigit bo'ladigan bo'lsa, yosh bola 9 yosh, 8 yosh bo'ladiganga Tanaka kun deb san o'rniga yosh bolaga, yosh yigitga kun qo'shimchasi qo'shib orqali hurmat ma'nosi ifodalanadi. Endi hurmatdan ham ko'ra ko'proq bu erkalash ma'nolariga yaqin bo'ladi bu hollarda. Hop, mashqlar ishlaymiz. Demak, gapning tuzilishi watashi wa nani sai desu. Sai bu o'sha yoshni bildiradi. Demak, masalan, mening yoshim 45 ta deydigan bo'lsak, watashi wa 45 ni qanday ifodalaymiz? 45. Demak, watashi wa 45 sai desu. Men 45 yoshdaman degan. 45 sai desu. Hop, say sonlarga qo'shilganda ba'zi bir sonlarda o'zgarishlar bo'ladi. Buni ko'rib o'tamiz. Demak, avvalo 1 yosh degan bo'lsak, 1 yoshda ham o'zgarish bo'ladi. Issay, ya'ni ichisay emas, issay. 2 yosh nisay, 3 yosh sansay, 4 yosh yonsay, 5 yosh gosay, 6 yosh roksay, 7 yosh nanasay, 8 yoshda ham o'zgarish bo'ladi. Hassay va 9 yosh kyusay, 10 yosh jussay. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, chi harfi bilan tugayotgan so'zga say qo'shilsa, kichkina tsuga o'zgarib ketyapti chi. Masalan, ichi, 1 deganimiz ichi degani, 8 deganimiz hachi. Demak, ichi so'zini chisi kichkina tsu ga o'zgarib issay. Hachini chisi kichkina tsuga o'zgarib assay. Va juni u qismi ham kichkina tsuga o'zgaryapti. Jussay. Issay, say, jussay odatda o'zgaradi. Qolganlarga songa faqat say qo'shish orqali yoshni ifodalaymiz. Xo'p, birgalikda takrorlaymiz. Issay, nisay, sansay, yonsay, gosay, roksay, nanasay, hassay, kyusay, jussay. Keyingi 11 dan 20 yoshgacha. Demak, birda chi o'zgaradi dedik. Juissay. Juissay, ichini chisi kishasi o'zgaryapti. Juissay, 12 yosh. Junisay, 13 yosh. Jusansay, 14 yosh. Juyonsay, 15 yosh. Jugosay, 16 yosh. Juroksay, 17 yosh. Junanasay, 18 yosh. Juhassay, e'tibor beramiz, bitta ham o'zgaradi. Chisi kishasi o'zgaradi. Juhassay, 19 yosh. Jukyusay, 20 yosh. 20 yosh to'liq o'zgaradi. Nijussay emas, hatachi. Hop, qaytadan takrorlaymiz. Juissay, junisay, jusansay, juyonsay, jugosay, juroksay, junanasay, juhassay,
19歳、20歳。mashq ishlaymiz. Kagami 5 yoshda deydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Kagami-chan va 5 歳です. Demak, chan qo'shimchasi yosh qizchalar uchun qo'shiladigan o'sha sanning o'rniga ishlatiladigan qo'shimcha chan bo'ladi. Kagami-chan va 5 歳です. Endi Takahashi 22 yoshda degan bo'lsak, Takahashi-san va 22 歳です. Takahashi. Demak, bu yerda hozir yosh yigit bo'lgani uchun boya aytganimizdek, chan emas, kun qo'shimchasi ishlatilyapti. Takahashi kun va 22 歳です. Yigitlarga odatda san o'rniga kun qo'shiladi, lekin yosh bolalarga odatda, katta yoshlilarga, odatda 20 yoshdagi otalarga san qo'shimchasi qo'shiladi. Bu yerda lekin kun bilan ifodalanyapti. Va Yamada 73 yoshda deydigan bo'lsak, Yamada-san va 73 歳です. Yamada 73 yoshda. Xo'p, gapni qaytadan takrorlaymiz, birga talaffuz qilishga harakat qilinglar. Birinchi gapimiz Kagami-chan va 5 歳です. Kagami-chan va 5 歳です. Ikkinchi gapimiz Takahashi-kun va 22 歳です. Takahashi-kun va 22 歳です. Keyingi gapimiz Yamada-san va 73 歳です. Yamada-san va 73 歳です. Xo'p, savol. 20 yoshmi, 30 yoshmi, 25 yoshmi, 35 yoshmi? Savol beramiz. Savolimiz nan say desu ka? Nan say desu ka? Necha yosh degani? Buni hurmat ma'nosi bor. Oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Ya'ni nan say so'zini hurmat tilidagi muqobili, muqobil varianti bu oikutsu. Ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi. Ya'ni hurmat ma'no, teynay deydi, polite form. Hurmat ma'no. Hop, savol beramiz. Taro necha yoshda degan bo'lsak, nima deymiz? Taro-chan va nan say desu ka? Taro-chan va nan say desu ka? Nan say degani bu necha yoshda. Agar hurmat ma'noda aytganimizda oikutsu, oikutsu degan so'zni ishlatamiz. Necha yoshda ekan? Mana oikutsu. Taro-chan va nan say desu ka? 8 yosh, bu 8 say. Chunki 8 say bo'ladi. Chi dan keyin chi degan harfdan keyin sa qo'shimchasi kelsa, odatda kichkina tsuga o'zgarib ketadi dedik. 8 say desu. Taro-chan va 8 say desu. Misollarga ko'ramiz. Ajay-san va nan say desu ka? Ajay-san va 19 say desu. Ajay-san va 19 say desu. Savol beramiz. Inoue-san va nan say desu ka? Inoue-san va 32 歳です. Inoue-san va 32 歳です. Savol beramiz. Suho-san va nan say desu ka? Suho-san va 26 歳です. Suho-san va 26 歳です. Bu qismini o'zingizlar mustaqil mashq qilib o'rtog'inglar bilan mashq qilsalar ham bo'ladi, o'zingizlar mustaqil mashq qilsalar ham bo'ladi. Hop, keyingi qismiga o'tamiz. Demak, Renshu B ning 7-mashqini bajaramiz. Demak, mashqimizni misolda ko'rib o'tamiz. Mira-san deyapti. Mira-san va nan say desu ka deb yoshini so'raymiz va qavsida yosh berib qo'yilgan 28 say desu deb javobini beramiz. Hop, birinchi mashqimiz. Savol javob. Yamada-san va nan say desu ka? 38 歳です. Ikkinchi mashqimiz. Watto-san va nan say desu ka? 45 歳です. Uchinchi mashqimiz. Hurmat ma'nosida beramiz. Tawapon-san va oikutsu desu ka? 19 歳です. To'rtinchi mashqimiz. Buni ham hurmat ma'nosida beramiz. Shumitto-san va oikutsu desu ka? 52 歳です. Shu bilan birinchi darsimizning grammatika qismi nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda birinchi dars bo'yicha ishlar bajaramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.